O'rta yaxshimisan? Yaxshimisan? Hali yaxshimi? Kelyapsan charchamay. Charchamasdan. Nimasi qilib o'tiribsan? Ko'rmaysanmi, bilasanmi boshimga tushgan ishni. Nima bo'lyapti yana? Pul yetkazib bo'lmayapti. Hozir doktor bilan borib gaplashsam, chetga olib chiqib kelish kerak deyapti. Shunga puling bo'lsa berib turasanmi? Menda pul yo'q-ku. Shu pul beradigan akamiz bor degan Hoji akamiz. Shuni eplasak bo'ladi. Nima deysan shunga? Beramikan hozir kim beradi, o'zing yaqining bermayapti-yu. Iltimos qilamiz Hoji akamga. Olib beralasanmi? Ha, olib beraman. Men tanigan Hoji akam yo'q demaydilar. Yur bo'lmasa vaqtga yetkazmasdan boraylik oldiga. Ketdi yur. Men senga aytgan Hoji akam mana bo'ladi-da, shu. Bersa bo'ldi o'rta. Hoji aka! O, Hoji aka! Hozir. Kelinglar. Yaxshimisizlar? Kelinglar. Sizmisizlar? Assalomu alaykum, Alaykum Hoji aka, assalom. yaxshimisiz? Sizmisizlar? Yaxshimisizlar? Sizmisizlar? Bezda qilmadingmi, Hoji aka? Yo'q, Hoji aka. Peshinga to'g'ri olyapti turdim. Aha. Ashinga. Hoji aka, bu samurtamchi boshga mushkula tushib qolgan ekanda. Xo'sh. Aha. Shunga ozgina pul kerak bo'lib qolgan ekan, Hoji aka. Ammo biz pul bera olmaymiz-ku, uka. Iye. Hoji aka, shunga bir Hoji akam bor, bir yechimini yechadi, yur samur deb siz oldingizga kelib keldim, Hoji aka. Bo'ldi, biz pul Bir bera imkon olmaymiz-ku. bering, Pul Hoji bersa ammo ravob bo'ladi. Biz mashinamiz bor, uka. Aha. Mashinani xo'p desanglar, mashinani bosh ochiqqa berib, tayyor qilamiz. 6 oyda pulini bersanglar, kelishaveramiz, unga yuraveramiz. Sen samur sen. Men hozir pul so'rab keldim, unga hozir pul bermayman. Sen olov? Ya, anu. Ukamiz o'zi biladi. Mashinani olib Sen olov? 6 oyga baraka qilamiz. Ya'ni ukam o'zi tushuntirib beradi sizga. Endi bolam uchun nima ham olaman-da. Boshqa ilojim yo'q. Bo'pti endi uka, nima qilamiz? Peshin vaqt to'p qoldi. Nima qilsa baraka qilib qo'yamiz. Keling bo'lmasam uka, mashinani baraka qilib qo'yaylik. 6 oyga 10 mingga o'tdi sizga. Bo'laverami, ma'qulmi? Ukamillo. Bo'ldi, Hoji aka, rahmat shunisiga. Bor baraka. A few moments later. O, Hoji aka. Hoji aka. Kelinglar. Yaxshimisizlar? Hoji aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Charchamang. Sizmisizlar? Charchamang. Nima xizmat uka? Hoji aka qaytib kelyapsiz. Rahmat, Hoji aka qaytib kelyapmiz-da. Shu mashinamiz borda, Hoji aka. Hozir mashina olmayapmiz-ku. Navnavolar tushib ketdi uka. Hoji aka bir yordam qilsinlar. Qilamiz endi. Hozir mashinalar narxi juda pasayib ketyapti. Qolgani ham to'qib qolyapmiz. Narx o'ylagan uchun. Hoji aka, mana esa Leli Hoji aka bu o'rtamiz boshga mushkula tushganda. Ammo ololmaymiz hozir uni. Mashina narxi tushib ketadi. Nima bo'lgani uchun. Xolasanglar, qo'shnim bor Boburjon. Ashunga telefon qilib ko'raman, ko'p bilan shug'ullanadi. Rahmat, Hoji aka yordam qiling. Bo'laveradi. Ana Boburjon kelib qoldi o'zi mana. Kakirasiz, Boburjon kerak edi. Boburjon keling. Yaxshimisiz? Charchamaysiz. Hozir yaxshimi? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Charchamang. Tinchmisizlar? Tinchmisiz uka? Rahmat. Ukalarim Kobul topib kelgan ekan. Shuni ko'ringchi siz, Kobul bilan shug'ullanardingiz. Sizga tushadi deb. Yaxshi kelib qoldingiz, endi telefon qilyaptiman sizga. Yaxshida, yili necha ekan buni aka? Aka, 17 yil. Necha pul deyapsizlar? 10 ming. 10 ming juda qimmat-u, bozorlar hozir tashavordi aka. Tashavordi bozorlar hozir. Olmayapmiz ham o'zi. Qancha berasiz aka? 17 bo'lsa, bir 5 minglarga olib qolaramiz. Men Hoji aka bir yo'lini qilib bering. Boburjon, yordam qiling. Ukalarni boshiga ish tushib qopti. 5 ming deyman-ku, bo'pti, 6 ming bering. Ishini yurgizib beraylik ukalar, qiynalib turibdi-kan. Aka, qiylanamizmi-kan 6 mingga? Ko'ring-da, hisobingizni chiqaring, 17 ekan yili. Yurganlarni, kraskalarni tekshirib bir qator ko'rsangiz uka, unga qarab bir nima qilasiz-da. Yaxshi bo'laveradi endi Hoji akam aytsa olaveramiz, bo'pti. 6 mingga beraverasizlarmi? Mayli, boshqa ilojim yo'q aka. Baraka bo'lmasa, buni qachon berib yuborish kerak? Hozir aka menga pul zarur. Hoji aka, men yonimda pulim yo'q, siz berib turaverasizmi? Ha, berib turaman. Bo'laveradi. Chiqib beraman. Ha? To'g'ri keldimi uka sizga 6 mingga? Ha, bo'laveradi Hoji aka.
Bo'laveradi endi. Berib turaman men pulni. Bo'ldi, baraka bo'lsin. Boburjon, O'lab hoji. uka mana pul. 6000. Kech payt siz bilan hisob kitob qilib uka. Bo'ldi. Bo'laveradi. Mana aka bo'lmasa 6000 barakasini bersin. Rahmat aka. Bo'ldi. Rahmat bo'linglar. sizlarga. Xo'p, sog' bo'linglar. Ozodbek ketdik. Tezroq pulni olib beraylik. Ozodbek qarab olaymi aka? Ozodbek, yana bo'lsam uka, olib kelaverasiz. Yana boshqaga ketib qolmang. Oling buni. Aqa-baqa burib olmang, olib kelaverasiz. Nechta Bo'ldi, bo'lsa, hoji aka. Ho'p. olinaveradi. Ho'p. Boburjon ukam shu yerda mana. Xo'p bo'ladi hoji aka. Ho'p. Aka sizga ham rahmat hoji aka. Sog' bo'ling. Xo'p hoji aka. Xo'p, Ho'p. yaxshi yetib olinglar.